Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldiniz. Hozir anglaydiganınız dаңlıq alim, mərhum Abdushukur Muhammad Eminning "Men va mening xalqim" nomli asrining davomi. 10-bob. Ko'zlardan o'shganda odoqli ushqun, jasadlar ustida qon tirnar qo'zg'un. Abdur. Betim buzulgandan keyin Qashqar qaytadan o'ziga xos oxirgi o'ttir asr taqlididagi jaholat qo'yniga g'arq bo'ldi. Nur va soyalar, adolat va nohaqliqlar, umid va fojialar bilan to'lgan bu qadimiy shahar tong qorong'uligida huduqmoqda edi. Turmalar qaytadan to'liqlandi. Ko'chalarda qaytadan mansabdor to'rilar, poviskilari, taqvodor baglar ma'billari, shahar boyvachchilarining arg'amoqlari salobat bilan qatnashga boshladi. Umid va umidsizlik orasida tarixina bir yo'l qolgan. Uningga to'la odam bo'libmi ayni yillardagi bilim va ko'z qarashlari bir qadar oddiy bo'lgan Qashqar ziyolilari tiqilishib mengishadi. Ularga ozgina qutub yulduzlari va cho'lpon sho'lisi naganda umid sho'lisi chachadi. Ammo bu sho'la qora bulut qetadi. Qashqar qaytadan Hidoyatullo Affaxo'ja davridan ibtido bo'lgan ishonliq asabiylikka nazar tashlandi. Bu xil ishonchlik Samarqandda Xo'ja Ahror, Buxoroda G'ijduvoniy va Xo'ja Bahoviddin Naqshbandi, Yassa yana Turkiston viloyatida Ahmad Yassaviy, Anjonda Shohimardon, Qashqarda Affaxo'ja mozoriga sig'inish bilan xarakterlangan edi. Sultan Satuq Bug'roxon yigitlari, yog'ma avlodi hisoblangan Yenisarliklar bilan yakanliklar Bug'roxon va uning avlodlariga, O'rda xinimga ziyorat qiladi. Qashqar Xonbozori va Rasta orliqida katta bir xoniqa bo'lib, Tohirxon, ya'ni Toyixon Xo'jam xoniqasi deyiladi. Bizning mahallada Jonqo'rg'on bilan Do'ng masjid orasida bir kichikroq xoniqa bor edi. Xoniqalarda maxsus xonalar, murt muxlislar bo'ladi. Xoniqaga tushi buzilgan yoki o'tkazgan gunohlarini yuyish niyatiga kelgan, ruhoniy zo'qi kayfi o'rlagan kishilar kirishadi. Kelguchilar topgan yemakliklarni uningga atishadi. Xoniqa dosh qozonida xoniqa ishi pishadi. Kishilar xoniqa muqomlariga tankash qilib samoga tushishadi. Qashqar hatto Oktyabr inqilobidan ilgiriki O'rta Osiyo uchun bu g'ayri islom hodisasi, hatto sadoqatman islom hodisasi hisoblanadi. Men mahallamizdagi xoniqa Tohirxon Xo'jam xoniqasiga kirib baqqan. Hazrat saylisida Ipar ko'l bo'yidagi faoliyatlar texama hashamatlik xoniqa faoliyati edi. Men shu yillardagi Hazrat saylisiga uzilmay chiqib turdim. Bu yo'l To'shik darvoza orqali boshlanadi. To'shik darvoza Abdukerimxon Maxsum soldirgan 13 toshliq tugman bo'yidagi Loyqa tuman daryosi, Qumbaq mozorligi. Ana, mozorlardagi ota-onalariga sig'inib qilingan yig'izar. Bu vedaliq yig'ilaridan ko'ra dard-alam shikoyati edi. Kishilar urug' avlod bo'yicha qabrgohlarga quruq tam cho'rib olgan. U yerda Abduqodir Damollamning qabrisi bor edi. Men cho'ng onam otamning onasi Anarxonning jasadini uzutib bu Xo'ja qumliqiga kelgan. Cho'ng onam Yasin Satang taalluqidagi qabristonlik qo'rg'uga dafn qilingan. Bu yerda ishiklik ko'pligan shomgör bor edi. Yig'izarga to'lgan Xo'ja qumliqi sirtida Hazrat saylisiga qarab mangan to'p. Sapoyli baxshi divonlar, o'rmichilar,
yetimchilar, dehqonlar, yuz oshqu qilingan kelinlar, tavangchilar, hunarvanlar, yoymichilar, lampungchilar, bekar talablar, yasidoq ot harbiliq boy to'rilar, satar mo'ngi, oshiqliq ravobi. Hayvatlik Affaxo'ja maziri qo'yuq teraklik bilan kang maydonga joylashgan. Oldida so'gatlar bilan o'ralgan sharbat ko'l, masjid va qator-qator qabri to'liqlari bilan munarliq gumbaz. Hazrat saylisi qizigan vaqt. Vaqtliq satma do'konlarda hattarlar har xil baqassam, atlas, shotavur, chakman, sagaz, bo'zmata, do'ppi tumoq, pichoq, o'tik sandal, milichmal satmoqda. Ana, lampungchilar oq, seriq lampunglarga qaramtul ochiq suv, qicha, samsaq suvlarni qo'yishmoqda. Qiz-juvonlar lampungchilarni cho'rdib elishgan. Ana, montbazlar cho'ng-cho'ng qasqonlardan hur purqirmoqda. Cho'ng-cho'ng misliganlarda go'sh qiymisi. Oq yaktaklik, oq saqal, kulrang saqal kishilar Peter manti tugishmoqda. Men hammadan bak amroq bu tamoqni shu yillarla o'rganib olgan edim. 1 manta, 2 manta deb varqirab, o'rdalgan nonga manti tizmoqda. U chaqda 5 manta va 1 non quramiga yetgan kishining to'yishliq tamoqi bo'lib, 1 manta 1 piyola keladi. Yanda go'shkirdi xonalar. Yog' yakkat degan ovoz uning melodik deklamatsiyasi edi. Lamanxonlarni namrat avam to'shqizgan. Bundaq oshpizlarda odam tiqma edi. Sho'rpxonlarda chini chaynak sho'rpisi qaynamoqda. Bo'ri to'siqlar yenida bo'rdalgan qo'ylar so'yilmoqda. Barmudxonlar chaqqan edi. Kavobchilar zixlarga kavoblarni o'tkazib avori. Navoiylar beshiga tavanglar elib, Shermandan, xemiri meyg'izdin, to'nuri siyg'izdin deb varqirashmoqda. Do'qchilar muz parchalarga pichoq urib, qetiq, süzme, qiyamlarda do'q julab tayyorlamoqda. Sharbatgul yoqsig'i yasalgan suv usti shol supa satma rohatxonlarida navat choy, do'ri choy, uyg'ra va samsilar. Ana, darvozliq mo'misi. Yosh darvoz tartilgan arg'amchida qo'liga uzun xadi tutib, mo'miga qarab ilgirlamoqda. Ana, teki mollaq. Ravab chalgan zahmakka ulangan yog'och teka ravab udari bilan tang taqlamoqda. Ana, maymun agashtirib yurgan sargardan musofir. Ana, ko'ksiga urib, vaqirab, nari tartib yurgan madda. Uning raqobatchisi birdamdila ajoyib g'arayib to'g'lab, jangnami so'zlab, birinchi to'p odamlarni yig'ib oldi. Ana, to'xu, qo'shqar, tuxum so'qishtirg'ichilar, it talashtirg'ichilar. Cho'qallar bilan bo'ytaq yigitlar to'laroq pishirilgan tuxumlarni chekishtirish bilan tonishmoqda. Kang ketgan sharbatgul bo'yida qatori ketgan yo'g'on dashqazonlar. Har kim atagan narsasini kalidan tortib piyozgacha anga elib kelgan. Kuchliklar anga so'g'ida suv to'shsa, ojiz meyiplar o't qalmoqda. Ichiga sho't qo'yib tushib tozlagan cho'ng dash pittiqlab qaynamoqda. Har kim akelgan yig'indalardan pishirilgan savob odibi she'r edi. Kishilarning xeyli bir turkumi qator tizilishib dash qaynaqdan ichishdi. Mazara qabrlar oldida oq paranjilik ayollarning yig'izorlari, xatmi Qur'on sadolari sehrlik anlatdi. Tilamchilar, majruhlar Affaxo'ja mazari oldida qator 2 rat yo'l hosil qilgan. Mazari ishigi oldida taskirikash ishonning vazi. Qiya chiya va uning 2 qanoti kulka va yig'isar. Tixma kishilar va dasilib yoki qasga uchrab o'lguchilar.
Дәл шундaq ahvol Qara tog'liqlarning O'rdi Xinim saylisida raqobatchilik avjiga ko'tarilgan. Hidoyatullo Affa Xo'jaga qarshi holda Ishoq Vali Qara tog'liqlari Ishoq Valining onasi Sulton Satuq Bug'roxon avlodi bo'lganligi tufayli Qaraxonlar mazarlarga, bo'libmi O'rdi Xinim mazariga sig'inadi. Bu yillarda kishilar oq tog'liq, ya'ni oq taqiyalik, qora tog'liq, ya'ni qora taqiyalik farqlarni bir qadar unutishgan bo'lsa-mu, aslida bu ikki sayla shundoq shakllangan. O'rdi Xinim saylisida Qashqar Uyg'urlari texmu an'anaviy qadimki oyam odatlarini bajo keltirishadi. Saylichilar tug' stuqlarini ko'tarishib, sayli doplarini urishib, O'rdi Xinim sayli maydoniga kirib kelishadi. Bu cho'l jazira bo'ra satma do'konlar bilan birdamdala jonliq yarmanka, bozor tusiga kiradi. Ana sayli doplari boshdan egiz perqirab, yana dopchilar qo'liga tushadi. Bu saylida muzika alohida o'rin tutadi. Sazandilar yangidan yangi muzikalarni ijod qiladi. Qashqar zor nolalar, sayli sadiqlar bilan eriqtilgani yo'q. Ümitsiz ko'krak umid yuragiga erishmadi. Biroq bu odat ümitsiz bu diyorning jaholat ichidagi g'udi qushlarni bir qur aslatdi bo'lgan. Sobibek Hoji Hazrat saylisiga kelib ketdi. Uning nupuzi xeyli ko'tarilib qolgan edi. Uning Tuman daryosi bo'yidagi do'nglikka joylashgan hashamatlik, keng va olibda qo'ru qasri Majnun tollar bilan bo'kkida yepilgan daryoga qarab turadi. Bu qasr qo'roda qator ayvon saroylar, xufiyona hujralar, xilvatxonalar, jazo qaznaqlari va yer osti yo'llari bor deb anglagan edim. Dod faryod, yoshirun suhbat, oshkora odam setish, qiz o'g'irlab kelish, haqoratlik dafsanda, sehriy aldamchilik, soxta istiqomat, xushomadkor para, yepiq shahvoniylik. Bu seriq to'puluq yarg'i qo'ndirilgan qasrning kundalik ishlari edi. Yurt-yurtdan kelgan sovg'a salomlar, beg'ishlamalarning beg'ishlamasi bo'lgan tortiqlangan qizlar, mansab, martaba ziyofatlari bu jahannamning o'tini ulg'aytdi. Bu qasrning ostida zaylik daryo bo'yida qushxonaning qonliq go'donlarini yalab lolma itlar uzilmaydi. Bir qarashqa bu xun eriqi shu qasrdan eqib chiqqandek, yana bir qarashqa uningga kichikkina selishtirma bo'lgandek edi. Bu qasrning oyig'idagi Darul Etam, ya'ni yetimlar maktabining haqoratlangan qizlarini ko'krak kerib chiqib himoya qilgan mudiri yaqidala beshiga tog'ar kiydirilib, cho'yin qulupluq zindonga tashlangan. Gomindan qo'shinining bir rot komandiri bir yetim qiz o'quvchiga cheqilganligi uchun maktab mudiri ko'krak kerib chiqqan edi. Bu ish betim vaqtidagi yuqorida zikr qilingan kuchlik namoyishga tuturuq bo'lgan. Ro'shangul qarz to'layolmaganligi uchun tortib ilingan va Umar qoziga sovg'a qilingan. U yana betimdan keyin hokim valiylik talishida Sobibek Hojiga, bu firqa boshliqining qo'llashiga ega bo'lish uchun qayta sovg'a qilingan edi. Uni Sobibek Hojiga ko'rsatish uchun g'o'jalar xotinlar buyruq bilan yasab jabdumoqda. Ana ustiga oq pancho yaktak, beshiga shilapa, yaktak ichiga kostyum kiygan yangi yosh hokim Tursun Eli Pakinak. Ana Maral beshi bilan Payzabot orasidagi seriq bo'yidan kelgan qora salva tumaq, qora to'nliq Do'lan begi Shaniyaz beg. Ana Amerikada o'qib kelgan general Mayur Bow So'ngrin hazrat. Ana yumaloq qora yuzlik pakar ham oqsoq Toyixon, ya'ni Toyirxon Xo'ja Eshon. Ana
Altın Kümüş bazarı, Tilla sarayının g'o'jisi To'xtabek. Ana, Qashqar Darul Muallimning yangi mudiri Ahmedi apandim. Ana, Qum darvoza turbisining boshlig'i Jon. Ular Gomindan viloyatlik firqa bo'limining boshlig'i Sobibek hojining 70 yoshga to'lganligini qutlug'lab kelishgan. Yana kimlardir Povuska, Paytun, Mapa, ot qichirlarda bu hashamatlik qasriga to'plashmoqda. 11-bob. Chiroq yaqar kishilar tun qorong'ulashganda, mushtum tugar ko'zidan yeshi oyoqlashganda. Abdur. Betimning buzilishi, boshqacha aytganda, Gomindang aq terrorligi mohiyatda Gomindangning Amerika boshchiligida ishki urush qo'zg'ishining o'z hukmronligidagi rayonlarda aq terrorlik yurgizishning Şinjangdagi bir qismi, bir ifodasi edi. Bu butkul mamlakat miqyosida halokatga yuzlangan aksiyatchi kuchlarning bir qitimliq ajal huduqishi edi. Betimning buzilishi Qashqardagi Sobibek hoji vakilligidagi jaholat homiylarini mangu zafar tantanlarga g'arq qilgandek bo'ldi. Yangi hokim, yangi boshliqlarga cho'qinib, hatto qudi bojilishib, bir qancha yildan keyin palak charxining rahimsiz irg'itib tashlashiga uchrab, hayotini puchaklashtirgan kishilarmi, xinim qizlarmi bo'ldi. Jon beqish falsafasi bilan Gomindanga ishpiyon bo'lib, mangu la'nat taxtisiga mixlanganlarmi tepildi. Betimning buzilishi kishilarni o'z turlari bo'yicha ayirdi. Kalkun besqib suv tindi. Mard va nomardlar ro'shanlashdi. Ilg'or kishilar cheniqdi. Ular yoshurun faoliyatga o'tdi. Namoz sham mezgilida Yorbaq darvozasi bilan Nurbeshi darvozasi oraliqidagi viloyatlik soqchi idorasi oldidagi dag'dam yo'lda bir to'p soqchi 40-50 yoshlar chamasidagi bir kishini urib o'ldirib qo'yishdi. Men shu chaqda idora udulidagi qo'rovdagi uyimizdan chiqishda bu o'lgan kishini bir to'p noma'lum kishining o'rib elishganligini ko'rgan edim. Kishilar orasida u sarang ekan, darvish ekan, toshqo'rg'onlik tojik ekan, oddiy odam emaskan degandek gaplar bilan uning Lenin o'lmadi, oyog'imning ostida 10 ming askar yotadi, yerni birla tepsam askar chiqadi degandek gaplarni varqirab yurganligi uchun urib o'ldirilgan degan gaplar eqib yuratdi. Dal shu chaqda Yorbaq darvozasi sirtida yana bir ish yuz berdi. Uyimiz 3 ig'izliq edi. O'ttirida dalan, ishkirida taxtayliq mehmonxona, ko'ch tarafda qishliq oshxona uy bo'lib, sirtida taqalgan do'kon eshigi bor edi. Ehtimol bizdan ilgari u do'kon bo'lsa kerak. Men cho'ng yo'lda shu taqalgan do'kon sirtidagi loy supida bir shingil vasalg'u o'zimni yeb o'ldirman. Qo'limda bir yeb bo'lib, u eshikdan kirib dalan uydagi ivriq bo'yniga bog'langan edi. Agar biror ahvol bo'lsa, men yebni tarsam, ivriq yiqilib, suv viliq-viliq qilib signal beradi. Uyda otam, Odil akam, yosh yigit Muhammad Rahim aka, o'rta maktab muallimi Ibrohim Ali va boshqa biri bo'lib, 10 ga yaqin kishi oldiga dasturxon yeyib, vaziyat va vazifa ustida suhbat edi. Dal shu chaqda Yorbaq darvozasi sirtida Sobibek hoji qo'rusida bazma ziyofat qizigan edi. Jangjishining qilich tutib tushgan formalik surati ostida salliliklar, taqir boshlar, shapkiliklar va shilapiliklar. Bir qancha qora kiyim shapkilik ko'chada paydo bo'ldi. Atrof sirliq oyoq izlariga to'ldi. Men yepni tortdim. Ivriq buqul dedi. Chiroq o'chirildi. Saqchilar amaldorlarni qo'g'dab o'tib ketdi. Men tomdan ortilib qo'rg'oga tushdim. Uyning yo'chqidan sirtqa qaradim. Heliqi o'ldirilgan sarangning jasadi harvaga tashlandi.
Ancha o'tmay Sopibek Hacı öydün qaytqan Gomindan general mayori Bausongrun va bu yo'ldan qaytadiganlarning paytun poveskelari ko'chini chang keltirib o'tib ketdi. Sir tinchlandi. Yiroq yaqindan taktakchining sharpisi anglashqa boshladi. Tün qarang'usi. To'lqinib oqqan tuman daryo suvlari shaharga zinnat yoki xushalliq beg'ishlashga ojiz edi. Tabiat o'z buruqdumliqini yengish uchun kishilardan umid kutmoqda edi. Atrofdagi ko'chatsarliqmi, egiz masjid munorlarimi, bog' hovlilarining sotmalarimi, Ko'nchi mahallasida osmonga ko'tarilgan qumush islarining qoldiqlarimi, o'tir maktabning reshotkalarimi, sirlangan yog'och ko'vrik, hatto g'amkin sulg'un oymi bu loy suv yuzida hech qandaq aks manzara hosil qilishga qodir emas edi. Yepiq jahonning yepiq loy daryosi kuniga necha jasad bilan o'z ravonligini ifodalagandek bo'lsa-mu, u yanala gunohkorlardan cho'chib, begunohlarni g'arq qilib, mushk yapaloqdek ko'zini chakchaytgunicha sukut bilan o'z izida oqatdi. 12-bob. Tarki dunyo bo'l dar xalqqa peru ishon. Lekin o'ziga qara, yig'ar oltin bilandan. Saidi Shirazi. Qashqar Nazarbog'. Betim buzilgandan keyin kishilar ruhiyatida hech qanday tinchlik parishtisi talpinishlari qolmadi. Bir tarafda istibdod divelari, bir tarafda umidvor iqbol semalari o'z saflarini tuzishdi. Qashqar Ahraman diva bilan Ahrumasda jangohiga o'xshab qoldi. Ammo qudratli quyosh yiroqda, o'limga yuzlangan qorong'ulik panjara va tungliklarda edi. Men o'qishni davomlashtirdim. Darslarimiz tabiat tilsimlari, til adabiyot, tarixdan tashqari yana din darsi qo'shib qo'yildi. Pakar, semiz, badxo'y Qosim Hoji Damollam tulum qopatmagan maydak keransiz jismiga g'olibona g'ururlaridan chechak ichildirmoq bo'lib, to'xtamay ushmaslik bilan islom e'tiqodlarini birlashtirish ustida so'zlaydi. Buni qandaq maslak yoki mafkura deyishni o'zimmi bilolmadim. U taqvodor musulmon emas, balki Gomindan firqasining xodimi edi. O'quvchilar orasida Gomindan tashkilini qanot yoydirish ishini boshlamoq bo'lishdi. Bir qancha do'stim Mahmudjon, Ismoil Maqsud, Hafiz Qurbon, Roziq, Supurga va Baxti Ro'zi bu ishni menga maslahat soldi. Men otamdan so'rab bilmak bo'ldim. Atam ochiq oshkora so'zlashdan ehtiyot qildimi aytavur? Sizlar yosh o'quvchilar hech qanday siyosiy partiyaga qatnashmay darsni yaxshi o'qinglar, dedi. Biz hammamiz Gomindanga kollektiv kirish tayyorligidagi saboqdoshlarni bu ishdan yoltaytdik. Shu sababli azodlikdan keyin bu maktabda bir qancha o'qituvchini hisoblamaganda bu yo'lga manqallar chiqmaganligi ma'lum bo'ldi. Men biologiyaga, jumladan cho'ng dadamdek jug'rofiya, botanika va zoologiyaga alohida qiziqdim. Kishilar mening o'qishga bo'lgan muhabbatim va ishtiyoqimdan meni biolog yoki vrach bo'ladi deyishatdi. Darvaqa men hamma darsda desam bo'lmas, naqshi musiqa darsidan boshqa darslarda sinf va maktab bo'yicha eng yuqori nomerda o'qiydim. Meni hozirgacha hech kim, ota-onammi, bolalarmi, so'lchil asabiylarmi bir qachat urgan emas. Men kishilarning shaxsiy izzatiga daxl qilmaydim. Ammo meni yaxshi ko'radigan musiqa o'qituvchimiz naqshini yaxshi o'qiy olmay, yana hejib qo'yganligim uchun bir qachat urgan edi. Naqshini yaxshi o'qish tirish qilib bog'liq emas edi. Men musiqadan shuncha huzurlansammi, naqsh o'qiy olmaydim.
Adam yo'q joylarda mashqmi qildim. Bu qobiliyat menda yo'q edi. Adabiyotga qiziqish maktabdan ilgari boshlangan. Anam Hamroxon so'zman va xush ovoz ayol edi. U o'tqa, men muzga o'xshaydim. Balki bu bir qarashda aytilgan so'zdir. Menmu hissiyotchan, lirik, romantik edim. Anam ko'plab masnaviy, murabba, rubai va g'azalni yodga biladi. Yangicha barmoq vazn she'rlarini arozdek ko'p bilmesi kerak. U hayotining oxirlarigacha ko'p g'azal yozgan. Qo'limda uning bir qism qo'lyozmasi saqlanmoqda. Naganda u ko'zida yeshi, alamda beshi, og'zida lirik g'azallarni ahanga silib o'qiydi. Untas qilgan chaqlardimi bundaq munojatlar anlatdi. Esimde qilishcha u Hamra va Bulbul Go'ya, Yusuf Zulayha din Ariya parçalarını o'qiydi. Uning she'rlarini e'lon qilgan bor. Vaqt va hayroholiqqa muhtojman. Qoroyimizdagi Aymana, Asigilning onasi usta hikoya cho'chakchi edi. U yuzlab hikoya, cho'chak va dastonni so'zlab yoki o'qib beradi. Men bola nag'richimi bo'lib olgan. Aytgoqdagi nag'ra va samo ta'siri, maddah vaizlarning jangnoma dastonlarining ilhomida nag'ra chelishga qiziqib qolgan edim. O'g'ziga loy pashtoq yasab nag'ra chalatdim. Atishda mayli Mashhad yoki To'qay Zumchoqqa borsammi, qo'g'illiqlarga berib, tombukni chelib, xumarimni chiqaratdim. Til adabiyot muallimimiz bizga Mayakovskiy, Pushkin va Ömer Muhammadi she'rlaridan misollar keltiradi. Oxiri men g'azaldan boshqa chochma she'r yozishga qiziqib qolgan edim. 1950-yillarda bir titrat daftarga yozilgan she'rlarimni Qashqar gazetiga yo'lladim. O'zim emas, anam olib bergan. Yaqinda Abdurahim Jo'shqin aka menga ayni ahvolni so'zlab berdi. Gazetga Shukrulla Qudrun taxallusida bir qanchalar she'rim e'lon qilingan edi. Bu yillarda Qashqarda Toshkentda nashr qilingan Sharq haqiqati jurnali paydo bo'lib qoldi. Kitobfurushlardan Leninizm asoslarining Toshkent Uyg'urcha nusxasini yoshirincha setib olib ko'rishga muyassar bo'ldim. Kitob tangaga setiladi. Saboqdishimiz Tursun Sabit qo'shimcha to'van sinflarga dars o'tadi. Uningga bir qancha tanga pul berib ekan. Tangilar 3 xil edi. Biriga Yuan Shikayning bosh rasmi o'yilgan tangi. Biriga Gomindangning yangi qo'ygan tangisi. Bu sal arzon edi. Kumush sap emas deyiladi. Yana bir xil tanga Zarib Kashig'ar degan xeti va kaynida 2 ajdaho surati bor e'tiborliq tangi edi. Yana Char podshohning Solkovoy deydigan kumush alyumin metal puli bo'lib, yan tarafi siziqlangan kichik chambarcha edi. To'xtxonimning rasta bilan Hetgoh maydoni burjigida, Hetgoh, ya'ni Nurbeshi yo'li beshida bir sarrab sarayi bor edi. U yerda tilla tangi setiladi. Xalq bu sarayni tilla sarayi mudaydi. Sarrablar qo'liga qator tilla tangilarni tutib, soqidak aylantirib yurishadi. Misyarmoq oqchilik iqtidoridan qolgan edi. To'xtxonimning Shamolbog' yuqoridagi bir azgalga joylashgan cho'ng beg'ida anamlar bilan mehmon bo'lganligim esimda. Betim buzilgan kuni men Payzavot gamisidagi jamoat orsida bo'lsam, saboqdoshlarimmo har joyda har xil qo'g'dinishda bo'lishgan ekan. O'qituvchilardan Sobit Kanji, Ablimit Eli, O'shur hojilar Bashkiram yezlarida yoshiringan ekan. Maktabda tintish va qosh-qosh bo'lgan, ismi mashhur bo'lmasimi Tavakkul ismli bir xizmatchi maktab quruvsida
etib tashlangan. Darslarimiz asliga keldi. Tinchlik, o har qandaq bir jiddiy iqimning o'z ustunligini tiklash yo'lidagi asabiyliklaridan keyin yo'lga qo'yadigan ikkinchi qadam. Shunga tinchliklarmi mazmunan bir xil emas edi. Hozirgi tinchlik bitim vaqtidagi tinchlikdan farqlanadi. Urumchida birlashma hukumat buzilgan. Mas'ud Sabri Boyqo'zi raisligida pan-turkizm ideyalariga tayangan tinchlik, eleyde bo'lsa uch viloyat milliy inqilobiy qo'shinlari urush to'xtatgan tinchlik, har qaysi viloyat nahiyada shu joydagi kuchlar nisbatiga loyiq muvozinat bilan xarakterlangan tinchlik davom qilyotdi. Oktyabr inqilobining oldi keynida Şinjanga iqib kirgan pan-turkizm bu yerga qaşqan shirmat ko'r kishilari, muhimi muavin qurbeshi xalxoja kishilari ta'sirida texim kuchaydi. Xo'ja avlodlari pan-turkizmni islom ishonchiligi bilan, jadid apandilar ma'arif bilan ulg'aytdi. Albatta, jahongirlik va feodallikqa qarshi ma'rifatparvarlar ular bilan zamondosh bo'lsa-mu, ular orasida ziddiyat va kurash mavjud edi. Ularni farqlantirishga to'g'ri keladi. Pan-turkizm toki 1930-yillargacha birinchi qitim o'z kuchini to'pladi va dunyo zilzillariga, Jungodagi demokratik do'lqinlarga, jumladan qumul dehqonlar qo'zg'oloniga singib kirib, birinchi qitimliq umri qisqa hokimiyat, Shoh Mansur va Sobit Damulla hokimiyatini barpo qildi. Asli 1930-yillar yangi demokratik madaniyat do'lqini yillari bo'lg'ashqa, bu do'lqin oqibat Şinjangda aprel o'zgarishi shaklida ko'tarildi va o'z gavdasiga xato qo'nib olgan bu kuchlarni irg'itib tashildi. Bu hokimiyat mohiyatda Qo'qon muxtariyatining davomi bo'lib, uning fojiasi yangi davr do'lqinlarini xato mo'ljarlab, ko'ni zamon qiyiqlarini salg'anligidan bo'ldi. Mas'ud Sabrilarmi Ikkinchi dunyo urushidan keyin maydonga chiqdi. Ikkinchi qitimliq kuch to'plash bo'lib o'tdi. Erk, ya'ni erik, haqiqat, Tarim, Altay, Xon Tangri, Dernek degan jamiyat, nashriyat, gazet va jurnallar jamoat fikrini ulusal tuyg'u, ya'ni milliy tuyg'uga burashdi. Natijada ikkinchi qitimliq umri qisqa hokimiyat, Mas'ud Sabri hokimiyati maydonga chiqdi. Albatta, u ozodlik oldida 3 viloyat va ilg'or ziyolilar tarafidan ayblandi. Muhimi, ozodlikdan keyin qichish, bostirilish va yoshirinishdan iborat 3 yo'l bilan tinchigan bo'ldi. Mush paytda maktabimizda bir qism yangi ahvol yuz berdi. Buning asosiy 5 jihati ifodalangan edi. Uning biri ulus targ'ibotchilari edi. Maktabga pakinak bir harbiy muallim paydo bo'lib qoldi. U ustiga mashrang gimnastika shaklda kostyum kiyib oladi. U erkin apandi bo'lib, ahmaqrak kelgan odam edi. U o'zining Chongqing harbiy maktabida o'qiganligi, Lanzhouda turganligini so'zlaydi. O'rib odatga sig'maydigan qiliqlarni qiladigan bu apandi tanarkat darsini Garyadun degandek turkcha atalmalar bilan aytishdan tashqari doim mashq maydonida ulusal tuyg'ular haqida so'zlaydi. U Altay, Erik jurnallarini ko'tarib elib, o'ziga murt yig'atdi. O'qituvchilardan Ömerjon Kamal bilan Turg'un Almas shu chaqda pan-turkizmga shunchalik o'ch ediki, o'quvchilarga bu erkin apandining erk gezdi, erkak vijdonga yot, u Gomindang bilan jahongirlikning tili deb tavsiya qiladi. Erkin apandi biror natijaga erishalmagandan keyin tuyuqsiz yo'qoldi. Orqadilla erkinlik, demokratiya, mehribonlik sapsatlari bilan general mayor Baosongrin apandi maktabimizga nutq so'zlashga keldi. Harbiy formada yasangan bu ko'zoynaklik harbiy doktor Amerikada o'qigan ekan. U qoral emas, xanjar asqan,
qo'liga zakon tayg'i tutgan edi. U poviskidan tushganda mudiri Ahmedi oldiga kutib olishga berib, bir to'p kishi bilan 5 to'p armudun ostidagi maydonga elib keldi. Bu yerda chiroyli yig'in saynasi hozirlangan edi. U ko'zoynigini surtib bo'lib, o'ri turib so'zladi. Chavaklar mudirga agishib, nutuq udari paydo qiladi. U so'zlashdan ilgari mudiri Ahmedi Bau generalning Chicagoda yez egilik iqtisodiy institutini tamomlaganligi, Kunmingda professor bo'lganligi, Lanjodagi general Yang qo'mondonning taklifi bilan harbiyda general mayorlik unvonida ishlaydiganligi, hozir qo'mondon Zhao Shiguangning yanida harbiy maslahatchi ekanligi, o'lkada mundaq dononing yo'qligi haqida so'zlab o'tdi. Ondan yana uning yoshlarga qiziqishi, musulmonligi, ilm, ma'rifat va diyonat fazilatlari haqida xushamad bildirdi. Bau general uzundan uzun so'zladi. Gahi erkinlik va yangi turmush harakati, gahi ushmaslik va islom dini, gahi o'quvchilar o'qishni bilishi, siyosatga aralashmasligi to'g'risida so'zlagandek qildi. Esimda qolgani muni. Xotin qizlar bir tal gul, bir tal qalam, bir qo'l yog'liq, bir dona yalpigush, uni qisishqa, xat yezishqa, qo'l yetishqa, yalpinishga bo'ladi. İşletmese qatlab qo'yishga, tashlab etishga, hatto dastlab o'tib ketishga bo'ladi. Men bu so'zlar bilan betim vaqtida maktab klubida Ahmadjon Qosimi va Mas'ud Sabrining so'zlarini esladim. Ahmad apandim, ayollar jamiyatdagi ulug' kuch, ozodlik, erkinlik va barobarlik ishlari ayollarsiz bo'lishi mumkin emas. Ayollarning ahvoli jamiyat ahvolining bir parcha ro'shan ayniki degan edi. 3-chi yangilik shu bo'ldiki, maktabda din darslaridan tashqari yana heliqi sediliq o'rnida joy namozlar selib qo'yildi. Namoz o'qiydigan o'quvchilar ko'paydi. Maktabda payg'ambarning tug'ilgan kuniga beg'ishlab mavlud o'tkazildi. Maktabning aeroplan shakllik yotoqxonasi koridorda dag'dug'uluq mavlud murosimi o'tkazildi. Koridorga palaslar selingan, dasturxonlar obod edi. Kala, ot, qo'y so'yildi. O'lima ulug'lar taklif qilindi. Ahmedi bu murosimni ochdi. Ushmaslak naqshisidan keyin mavlud o'qildi. Ya Habib salom alayka, ya Nabi salom alayka degan sada markaziy maydondan 3 qanot koridorga taraldi. Keyincha bir bo'lik o'quvchi xalpat to'miqi, kichik salla o'rabmi yurishdi. Ammo bu ahvol uzun davom qilmadi. 4-chi yangilik jazo tadbirlarining kuchaytirilganligi bo'ldi. Maktabga yangi tartib mudiri Qosimov paydo bo'ldi. U egiz, gavdalik, jutqapoq, hejishdan vahim yig'ib turadigan darg'azab, rahimsiz qiliblik shaxs edi. U to'xtamay tamaki chekatdi va ochiq so'zlaydi. Tangrining yaratgan har xil odami orasida bu xil kishilar bo'lganligini bir qancha qitim uchratdim. Har holda ular zohirona Azroillar edi. Onun tartib bölümüde 3 qirliq, 5 qirliq majanza tayoqlari randida qirilib taxlangan. Xuddi sadoqdondek bir necha narsaga chiviqlar silingan edi. Biroq nemishqidir u hamma va har qanday o'quvchiga birdek besim ishiltalmadi. Umi turmushda adashgan yavaş balalar dehqon farzandlarini bo'za qilib boshqalarga kuch ko'rsatmak bo'ldi. Yuqorqi 4 xil yangilikdan boshqa 5-chi yangilikmi yuz berdi. O bo'lsa-mu Ismoil ismli oqsemiz, sapkun yuzlik, yumaloq kelgan xo'jalik mudirining boshchiligidagi xiyonatkorlik. Mana bu mohiyatlik yangilik edi. Atam ahvollarni so'rab turg'ashqa yuqorqilarni anglab qo'yatdi. So'z qilmaydi, ammo Ismoil xo'jalarning ishlariga ko'lib qo'yib, hamma yerda shundoq. Bu mohiyatlik yangilik ekan dedi.
Mən Bəxtirozi, İsmail Məxsud, Razıq Süpürgə, Mahmudcan, Abdurahim Şahabudun, Hafız Qurban qatarlıq neçala savaqdışım bilen Tömən Dərya boyuğa düşüp çömüldüm. Andın Sopibek Hacı qorosu joylashgan yarlıq astidagi söhbətlikdə tünci məxbi söhbətləşdik. Biz bir qədər tirishchan o'quvchilar bo'lg'ashqa, ba'zilarimiz o'quvchilar uyushmasida edik. Özümüz o'quvchilarning zulmga qarshi uyushmasi degan maxfiy tashkilni qurdik. Biz bir qanchamiz bosh bo'lim deb nom qo'ydik. Aramızdan İsmail Məxsud başçılığında yana bir baş bölüm quruldu. Bu o'quvchilarning zulmga qarshi uyushmasiga rahbarlik qiladi. Bu baş bölümge ikkinchi qavat baş bölüm rahbarlik qiladi. O baş bo'lib qolgandimi, o'zi baş bölüm mas'uli men deb chiqmoq bo'ldi. Uyushma tez rivojlandi. Pat arada 100cha maxfiy a'zosi borliqqa keldi. Ba'zi ishlar o'quvchilar uyushmasi nomida elib berildi. Qasimov boshqargan o'quvchilar uyushmasi kaynidagi o'quvchilarning zulmga qarshi uyushmasi Qasimov va Gomindang jasuslarini bog'lab ketadigan bir turkum kaltaklik nochini taxlab qo'ygan edi. Ular tashviqotga aralashmay maxsus o'z obyektlarining ish harakatini kuzatatdi. Lozim bo'lganda o'ylamagan joyda ularni hayot g'oyib g'ariga tiqib etadi. 13-bob. O'qush qalari tamtirab, ko'kda quyosh kulganda, kelar bulbulg'i ilhom, chechaklar lok surganda. Abdur. Unutulmas 1949-yili qo'g'in pishiqi mazgili. Maktab klubining sahna osti. Hammamiz tashviq varaqi yezivatimiz. Siyah tugaganda so'sin rangni u yerda yegan qo'g'in suyi bilan aralashtirib davomliq yozdik. Bulardan boshqa mening mollamcha xat nusxamda 3 parcha cho'ng xatlik ogohlantirish e'loni yozdik. Biz sahna ostidan maktab qorosiga chiqqanimizda bizning bolalar maktabdagi hamma kechilik post toshkisini egilib, gumonliq o'qituvchilarning yotoq uylarining oldida qamal qilib bo'lgan ekan. Tashviq varaqlari sinflarga, yotoqlarga tarqatildi. Bir qismini Anjan rastisi, O'stan bo'yi, o'rda oldi ko'chalarga tarqitib kelishdi. 3 mazmundagi qaratmaliq ogohlantirishning birini tartib mudiri ishxonasining sirtqi temaga, birini xo'jalik mudiri Ismoilning ishxonasi sirtqi temaga, birini maktab mudiri ishxonasi joylashgan dalan temaga chaplab qaytdik. Kelibla uyquga ketdik. Tong sahar, kun chiqishig'ila bayroq chiqiriladi. Ko'zimizni yirtib echib, yuz ko'zlarimizni yuymayla bu majburiy qoidani bajo qilish uchun bayroq hadisi oldiga sinf bo'yicha tizlatdik. Sinf boshlig'i o'quvchilar uyushmasi hay'ati dejurnisiga o'quvchilarning to'liq kelgan yoki kelmaganligidan doklad qiladi. U Qosimovga doklad qiladi. Ondan keyin 2 o'quvchi bayroq chiqaradi. O'quvchilar 3 maslak naqshisini so'zib o'qiydi. Bugun bayroq chiqarilib, xadi uchiga chiqay deganda xadidan bir to'p tashviq varaqasi yerga chechildi. Arqadalla bayroq tanisi o'zilib, bayroqmi yerga tushdi. Bu shundoq planlangan edi. O'quvchilar patparaq bo'lib ketdi. Qasimov darg'azab bilan pushtak chaldi. Nima qilarini bilmay yana bolalarni tarqilishga buyurdi. O'quvchilar yotoq sinflarga, o'qituvchi xizmatchilar bo'limlarga mengishdi. Hamma varaqa va ogohlantirish o'z ta'sirini ko'rsatsimi, ular buni kim qilganligini topolmadi. Dushman betimni buzgan 1947-yillardagi madoridan ayrilgan edi. 1986-yili saboqdashim Razıq Süpürgə bilan ko'rishdim. U Qashqar Kon shahar noyalik xalq taftish mahkamasining mas'uli ekan. U
arxivda ayni yillardagi Gomindang ishbiyonlari terib topshirgan tashviqot varaqlari orasida biz yozganlardan xeyli saqlanmoqda dedi. Demak, bu bir ish yoshlar va o'quvchilarning tong oldidagi faoliyatlaridan biri tarixiy o'rnak bo'lib qolgan. Bu chaqlarda general mayor Bao Songrin yakan Yangisar orliqida bir rota askari bilan oltin konkolutib avar edi. Ular Hindiston orqali chet ellarga kechish taraddudida edi. Birdilla bankalarda oltin setib olish boshlandi. Kishilar pullariga oltin tilla yoki yambu tangilarini tegishdi. Orqadilla pul paxallashdi. Qashqarda Muhammad Emin Bug'raning ayoli Aminxon Hojim paydo bo'lib qoldi. Dal shu chaqda G'uljidan Abdukerim Abbasovdan Husaynam degan kishi orqali Ablis Muhammadiga bir parcha xat kelgan ekan. Bu ahvolni 1987-yili Ablis Muhammadi o'z uyida so'zlab bergan. Bu xatda Jungoku partiyasining Moskvadan qaytgan vakili Dingli Chun G'uljiga kelgan bo'lib, yaqinda Sovetlar Ittifoqining Urumchidagi bosh konsulxonasiga maxfiy keldi ekan. Bu kishi Xinjiangni tinch ozod qilish to'g'risida rais Burhan Shahidi va general Tao Siyu bilan maxfiy so'zlashmoqchi. Biroq bu bir qancha bosqichlik bo'lib, dastlab uni Burhan Shahidi bilan ko'rishtirish, andin Tao Siyu bilan kelishish yo'lini izlash, keyin Dingli Chunni Burhan Shahidining beg'iga yo'shurun yotkash vazifasi Ablis Muhammadiga topshirilgan ekan. Bu Husaynam aslida xo'tallik bo'lib, millatchilik ideyalari tufayli Shingshay turmasida yotgan. Ablis Muhammadining deyishicha, atam u kishi bilan ko'p qitim munozirlashish, so'zlashish orqali uni to'g'ri yo'lga boshlagan. Oxiri u xalqiliq ishda xalqiliq xizmat ko'rsatgan va Ablis Muhammadidan ayrilib, Xotan yo'lida Yangisarda qo'lga ilinish oldida etilib qurbon bo'lgan. Ablis Muhammadining aytishicha, u chaqda qatnash qattiq kontrol qilingan. O'zimi Husaynamdek qatnash kontrolligida falokatga uchrash ehtimolligi bo'lg'ashqa, bu ishni anam hal qilgan. Anam darhol Muhammad Emin Bug'raning ayoli Aminxon Hojim bilan o'zining ijtimoiy o'rni va ayollar jamoatchiligidagi ta'siri asosida tez-tilla yaqinlashib ketgan. Tilla va marvoyatlarni ko'plab sovg'a qilgan. Choy ziyofatlarda to'limi izzatini qilgan va oxiri Urumchiga Muhammad Emin Bug'ralarni olg'ili bormoqchi bo'lgan kichik mashinaga jiddiy kasal enisini Urumchiga yotkash bahonasida Aminxon Hojimning roziligi bilan Ablis Muhammadini o'rinlashtirgan. Shunda qilib, bu alohida qo'g'dildigan hukumat mashinasida Ablis Muhammadi Urumchiga xotirjam ketgan. Anam Aminxon Hojim bilan davomli xon cheyni davomlashtiravergan. Ancha o'tmay Qashqarga Shamay Bulg'ari sanduqlari yotkagan safarchilar paydo bo'lishga boshladi. Mas'ud Sabri muxlislari, garchi bu kishi Urumchida qolgan bo'lsa-mu, Qashqarga to'plandi. Ular kam kutsini g'amdab turkum otchining yordamida Hindiston orqali chet ellarga ketishga boshladi. Maktabimizdagi Erkin apandi Urumchidan qochib kelgan uluschi apandilar bilan ko'zdan g'oyib bo'lgan edi. Arqa-arqadan Aysa Alttekin, Muhammad Emin Bug'ra, So'pibek Hoji turkumdagilar chet elga qochib ketishdi. Kechikkanlari chegaradan tutib kelindi. Ularni ozodlikdan keyingi Janubiy Xinjiang harbiy ma'muriy hay'ati kontrol qildi va Urumchiga yo'lladi. Bizmi shu qashqullar qatoriga Qosimovning so'qinib kirib elishidan hushyor bo'ldi. Maktabdagi 80% o'quvchini o'z atrofiga to'plagan o'quvchilarning zulmga qarshi uyushmasi ma'lum oqchi tanga va qisqa kaltak to'qmoqliq qo'g'dug'uchilarga ega edi. Ras, Qosimov bir kechda maktabdagi
o'rin ko'rpilarini o'zi yudib g'oyib bo'lgan. Bu xabarni anglab, biz 30 o'quvchini tashkillab, 3 yo'l bilan uning uyiga va berishi ehtimol joylarga avatdik. Hetgah darvozasi uchrashish o'rnimiz edi. U uyda bo'lmag'ach, Yarbaq kinoxonasiga kiribmi topolmadik. Oxiri balalari cho'nqilib oldida qoldi. Baxti Rozi bilan ikkimiz ikki qo'g'inni tilimlab setish bahonasida bu klubda g'ayrib sanam operasini ko'rayotgan tomoshabinlarni orildi. Qo'g'inlar qog'ozdek tilinadi. Bir qo'g'inni necha 10 tilim chiqarib, klublarda setish, gazir purchaq setish u chaqda cheklanmagan. Oxiri o'yin ko'rgan qiyofatda yoshiringan Qosimovni tutib chiqdi. 30 o'quvchi uni shu kashda maktab mudiriga uning kapolati bilan topshirib berib taraldi. Urumchidan tavsiya va Burxon shahidining Shinjongni tinch ozod qilishga qo'shilganligi, Ozodlik armiyaning Shinjongga kirganligi xabari Qashqarni qopladi. Urumchidan qochquchilarning keyingi turkumlarimi Qashqarga to'plandi. Atçılarning haqqi oltin bahosiga o'rildi. Mana, Lanjo'dan, Qumuldan qo'shinlarini elib qechib kelgan, Qumulni bulab o't qo'ygan, Tavsiyoning buyrug'ini rad qilgan Machingshan qo'shinlari. Ular Kucharga o't qo'yib bulagan edi. Ular Qashqarni bulash xiyolida bo'lsa-mu, yanada cho'chitdi. Bu yerda yana general Tavsiyoning o'rinbosari Zhao Siguang qo'shinlarimi arsalda holatda bo'lib, ochiq bulangchilikqa chiqishni kun tartibga qo'ymagan edi. Garchi Bolsonrin darhol qechishni tashabbus qilsa-mu, Zhao Siguang Tavsiyoning buyrug'i bo'yicha intizom saqlash ifodlarida chin turgan edi. Abdukerim ham Mahsum qatorliq maliya egalari bir qism tilla tangi bilan Machingshanning nafsiga az-to'la aram berdi. Biroq Iroq joylarida ba'zi ofitserlar bulang-talang qilishdi. Savodishimiz Muhammad Eli To'qqizaqning Halliq oilasidan edi. U ta'tilda amdilatin o'ylangan edi. Zhao Siguang qo'shinidan bu yerga kelgan bir qancha askar uning otisini o'ltirib, uyini bulagan va endi to'y qilib shirin oylarni o'tkazayotgan bu ikki yoshni daraxtga esib, ularning badaniga supurgi o't va qaqshal qiyoqlarni bog'lab, o't qo'yib o'ltirib etgan edi. Bu xabarni ta'tildan keyin yurtga berib qaytgan do'stim Raziq Supurgidan angladim. Raziq Supurgi yana Qashqun qo'shinlari tushirib qo'ygan bir tapanchani tepib elib alg'ash kelgan ekan. U tapanchadan qo'rqashqa uchini tutib, uzun yanglik to'n ichiga tiqib elib kelgan ekan. Biz ikkimiz bu tapanchani maktab bog'chasidagi bir shaptul daraxti yeniga nam o'tmaydigan holda o'rab ko'mib qo'ydik. Machingshan qo'shinlari Gomindangning qisaskorlik to'yg'usini kuchaytgan kunlarda Qosimovning holi xeyli yo'g'inab qoldi. Mudir Ahmedi uningga qozi bilan ketamsan yoki mufti bilan qolamsan degan falsafani tushundirdi. Bu chaqda o'qituvchilardan Umarjon Kamal ilgari Toshkentda o'qigan. O'quvchilarning kashlik yo'qlama vaqtida oshkora nutq so'zlab Markes, Leninlar ismlarini targ'ib qilg'ashqa, Gomindangning yoshirin lukchak jasuslarining tahlikasiga uchrab, ilg'or demokratik zot Qashqar valisi Abdukerimxon Mahsumning Tuman daryosining sharqiy qirg'iqidagi Ozoda bog' hovlisiga qechib kirib elib, panohlikqa erishishga majbur bo'ldi. Vaziyat ilgirlamoqda. Machingshanning kishilari chegaradan qechib qurolsizlantirilgandan keyin Hindistonga o'tib ketdi. Maktab mudirining boshchiligida maliya mudiri Ismoil, tartib mudiri Qosimovni chatga qaqqan ko'rinishda hamisha o'quvchilar tamoqxonasiga keladigan, tamoqlari yaxshilangan, siliq, muloyim, tabassumat muhit shakllandi. Mana polo, manta ilgiriki kasma suiqash bilan qator tura oladigan bo'ldi. Maktab mudiri, maliya mudiri har bir shera oldiga keladi. Ahvol so'raydi, hijiyatdi, to'limi avrishim edi.
Xalq Azadlıq Armiyasının Şinjanğa kirganlik xabari garchi hukumat og'zida bo'lmasa-mu, el og'zida pur ketdi. Konsulxona bu xabarlar bilan xalqni ta'minlab tursa kerak. Xalq Azadlıq Armiyasının Şinjanğa kirishi muhitda g'oyat zo'r o'zgarish bo'lsa-mu, xabar qamal qilinganligi tufayli ko'pchilik ko'nicha fikr tutaklarida tamtirab yurishadi. Armiya Janub safariga atlangan, Milliy armiyami Janub safariga atlangan edi. Biz o'quvchilarning zulmga qarshi uyushmasi, Qashqar Uyg'ur uyushmasi, Sovet grajdanlar jamiyati bilan birga Azadlik armiyani kutib olish tayyorligini qildik. Bu chaqda Abdikerim Saodatov, Nur Muhammad Erki, Turg'un Almas ilg'or demokratik shoirlar edi. Ammo kutib olish tayyorligi yoshirun uyushtirildi. Mavjushining uzun safardagi 8 qirliq shapka kiygan uruq surati bilan bosh qo'mondan Judaning surati cho'ngaytilib jazg'a elindi. Qarshi elish shuarlari belgilandi. Qolg'ini o'quvchilarni tizib chiqish va nag'ri sunay ishi edi. Xo'sh, bugun mushargacha o'qiyli. Davomiga diqqat bergaysiz. Xayr xo'sh, aman bo'ling.